Zamonaviy hikmatlardan agar senga tanishlaring, qarindoshlaring anchadan beri telefon qilmayotgan bo'lsa, bu yomonmi, yaxshimi? Demak, hammasini ishlari joyida. Tushunyapsizlarmi? Agar senga qarindoshlaring anchadan beri qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lsa, desa bizni darrov kallamizga keladiki, demak, bu yaxshi emas bu. O'rtamizdagi aloqa uzoqlashib ketyapti degan fikrga boramiz. Ammo ularda qarang. Agar birodarlaring yoki qarindoshlaring anchadan beri senga qo'ng'iroq qilmayotgan bo'lsa, demak bu yaxshi. Chunki ularning ishlari nima ekan? Yaxshi ekan. Ishi bo'lganda zamon qilardi ekanda uchi. Biz ham shuni qo'yib qolmayapmizmi? Telefonda ammamizni, tog'amizni, xolamizni telefon qilib, "Quruq shu 1 so'm pul ketadi. Ramazoningiz muborak bo'lsin" dedikmi hammamiz? U borishni qo'ying. O'zimizga olaylik ozgina.